Soliq hisoboti bo'yicha qo'llanilgan jarimani bekor qilish mumkinmi? Ha, bekor qilish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga binoan jismoniy yoki yuridik shaxslar ularga nisbatan chiqarilgan jarima tayinlash to'g'risidagi qarorni olgan kundan boshlab soliq organiga 1 oy ichida soliq hisoboti topshiradi hamda o'zlari yashab turgan manzil bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha tuman yoki shahar sudiga mazkur qaror ustidan sudga ariza beriladi. Sud mazkur ishni mazmunan ko'rib chiqib, huquqbuzarlik holati bartaraf etilganligini aniqlagandan so'ng Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga binoan mazkur ish tugatiladi hamda soliq organi tomonidan qo'llanilgan jarima sud tomonidan bekor qilinadi.